Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Mana keyingi eshiklarimizni qaytib olib keldik. Mana ko'rib turibsizlar, bular haqiqiy mokri eshiklar. Mana chap tomonda ikkita eshik, ikki taraf. O'ng tomonimizda ham ikkita eshik, ikki taraf. Bu yerda o tepalarga ham olib keldik, tepalarga ham o'rnatib qo'ydik. Seplar o'rnatib oldik, o'rnatib bering dedi. Ko'rib turganinglardek juda ham chiroyli tepaliklarimiz. Mana pastdagilar mana. O'zbekiston bo'ylab dastlabkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustanovkasi ichida bemalol murojaat qila olasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz, kanalimizga keyinroq tarqalish uchun. Mana bular ichkari ko'rinmasin. Gulli ayni qo'yib beringlar dedi, men qora gulli ayni qo'yib berganmiz. Tepasiga oddiy qora qo'yildi. Chiroyli chiqargan zamonlarimiz ham yaxshi zamonlardan qo'yganmiz. Ularni hozir penalab qo'ydik. Xudo xolasa yaxshi. Mana bu tomonlarimiz ham. O tepalarda ham mana romlarimiz turibdi. Ikki tomonda ham bor. Eshiklarimiz juda chiroyli chiqqan, pardozlari ham juda ham yaxshi. Oynalar germetiklangan, taraqlamaydi, duppillaydi mana. Oynalarimiz ham. Mana hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzib so'rab olamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.